Shu jentramizni radnoy qoldirib beramiz desak ishonasizlar akalar. Videoni oxirigacha ko'ring va ishimizga guvoh bo'ling. Oldi kirlar, orqa eshikni miyatina qilib, akalar oldi eshikni miyatina qilsak bo'ladi, faqatgina kraskochkanlar ko'p bo'lgani uchun vaqtni ko'p oladi. Biz vaqtni tejash maqsadida oldi eshikni o'zini radnoy taqib, xudo xolasa orqa eshikni miyatina qilib berganmiz. Miyatina qilish jarayonida kley sistemada ishlaganmiz. Kley sistemani ish jarayonini o'zingiz kuzatishingiz mumkin akalar. Kuzatib turing va editgan videosini ham qo'yganmiz. Oxirida o'zingiz ishimizning sifatiga baho berib ketasiz. Kley sistema jarayonini ko'rdingiz. Kley sistemadagi o'zining maxsus instrumentlar bilan ozgina ishlab, mana shu holatga olib keldik. Akalar, gulini, raxini, xullas hamma narsasini ko'ra olishingiz mumkin. Lampada hammasi chiroyli. Xudo xolasa videomiz kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Akalar, hammalaringizga rahmat.